M5 da Fibonacci tortishni o'rganamiz. Xo'p, Fibonacci'ni olamiz. Minimumdan maksimumgacha tortamiz. 0,5-0,6 zona kirish kodimiz hisoblanadi. 786 dalivka qilasiz. Mana bu joy siz uchun ko'pincha order block imbalansga SNRga to'g'ri keladigan joy bo'lgani uchun kuchli zona hisoblanadi. Bu zona qaytarib yuboradi ko'pincha. Stop loss esa 1 da, mana bu 0 da bo'ladi. Ya'ni bu down trendda emas, up trendda tortish usuli bu. Xo'p, chiqish ko'ryapsizlar? Maksimumdan kirish hudigacha tortiladi. Mana kirish joyigacha, mana bu yergacha tortsanglar, bir garant tepi hisoblanadi akalar. Mana bu bir garant tepi. Bu 608 emas, garant tepi 1 gacha. Nima uchun? Mana buni maksimumini yangilashga keladi mana bozor. Mana buni yangilashga keladi, mana ko'ryapsizlar? Mana buni yangilashga. Xo'p, keyinchi bu 1618 bu prognoz hisoblanadi. Tushunyapsizlar? Bu Fibonacci'ning keyingi nuqtasi, ya'ni narxning keyingi 2608, 1608 lar keyingi prognozlar hisoblanadi. Ko'pchilik mana bunda, misol uchun save qilmasdan yoki stop loss ko'chirmasdan mana bungacha ushlab turadi-da. U 1608 bungacha voy kelmadiki. Bu kichkina time frame. Katta time frame'da daily'da kun qayerda ochilgan, qayerga qarab ketmoqda, o'sha narsalarni ham bilish kerak akalar. E'tibor beringlar, har doim katta time frame bilan ishlaylar. 1 kunlik H4, H1, M30, M5 mana shunaqa qilib kelinglar. Kichkina time frame'da o'zida qolib ketmanglar. Yana qanaqa darslar kerak bo'lsa, kommentariyada qoldirsanglar, sekin-sekin o'shalarni ham video darslar qilib tashlab boramiz. Hammaga rahmat. O'zinglarga ehtiyot qilinglar.